2025-noyabr oyi. Mana Toshkentga keldik. Suv filtr apparati aka teplizdaga qo'yadi, parnikka. Mana apparat kichkinalik qilgan ekan, mana qo'yilgan, kuchi yetmagan. Soatiga 500 litr suvni tashlayapti. Original Shimjin nasos. O'zining nasosidan ham olyapti mana suvni. Hozir suv tepadan tushyapti, bizlar tepaga chiqa olmadik. 1800 ppm dagi suvni 30 ga tushirib berdi. Bu yerda endi o'chkani ichiga nimani solasizda, o'zini kerakli oziqalarni. Boshkada yig'ib olamanda, keyin ichkarida yana bitta yo'nqish bor, u yerda tayyorlayman. Bu yerda zapas yig'aman. Yangi yil dasturxoningizga chiqarish kerak. Mana shuni filtrlangan suv bilan sug'oryapti. Aka, filtr apparatidan rozimisiz? Ya zo'r ekan filtr apparatilar, zo'r hozir. Toshkentchasiga qilich dedi. Endi qilich degan nima deganini bilmadim-ku. Zo'r ekan, zo'r ekan. Ishlatib, hamma joyini to'g'rilab berdik men. Membranasi ham eng yaxshisi qo'yilgan. 8 davlenada ishlayapti. Ana shu, mana 550 litr suv tashlayapti. Ko'ryapsizmi? Chiqindi suvni ketishiga qarang. G'izillab ketyapti. Prosta tepaga chiqa olmaymiz hozir. Mana shu teplizlarga bemalol yetkazib beradi, xudo xohlasa. Kuzatishda davom eting. Demak, bundan katta filtrlar ham bor. Buni samoykalarga eng ko'p qo'yibdi O'zbekistonda. Hozir ko'pchilik joylarda suv sho'r bo'lganligi uchun ancha yuvishga, mashina yuvishga yaroqsiz bo'lgani uchun mana shuni qo'yibdi. Ishlab chiqarishingizga yoki bo'lmasam boshqa foydalanishlaringizga ham bemalol buyurtma berishingiz mumkin. Telefon nomerlarini qoldiramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkalar bor.